Quyida geometrik misolni ko'rib ketamiz. Xo'sh, berilgan ma'lumotlarda ABC teng yonli uchburchak degan chizmadan ham ko'rish mumkin. Bu yerda bu tomon bilan bu tomon teng. Ikkita tomon tengligidan buni 20 gradusligini bilish mumkin. Bu 20 gradus. Demak 20 gradus. Xo'p, bu 40 gradus deylik. Mana shu berilgan ma'lumotlarga ko'ra x burchagi topish kerak va AB ni D ga nisbatini topish kerak. Xo'p, demak mana bu A masofa deydigan bo'lsak, bu ham qandaydir A masofa, B masofa deydigan bo'lsak, bu ham B masofa, B masofa. Xo'p, D uchidan bu misolni yechishning o'zi bir necha xil yo'llari bor. Demak, mana burchagimizga 80 qoladi deylik. O'shalardan birini ko'rsataman. Xo'p, shunda 80 bilan x ni yig'indisi mana burchakka teng 80 plus x. 20 ni chiqarib tashlasak, mana burchakka 60 plus x masofa qoladi. 60 plus x. Demak, shu yerda burchagi 60 bo'lgan muntazam uchburchak yasab olamiz. Mana E nuqtasi bilan birga tutashtirib muntazam uchburchak yasab olamiz. Mana shu qandaydir K nuqta deydigan bo'lsak, KDE muntazam uchburchak. Bu tomoni B ga teng bo'lgan muntazam uchburchak bo'ladi. Shunda mana 60 bo'ladi. Mana bu yerga x qoladi. Demak, parallel bo'lib qoldi. Chizmada uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin parallel bo'lishga majbur. Demak, bu 60, mana bu esa 20 gradus bo'ladi. Va A bilan K ni ham tutashtiraylik. Xo'p, hamma tomon B dan bo'lib qoldi. Ana endi bu yerda uchburchaklar tengligini ishlatamiz. Mana A tomonida AE masofa. Demak, A tomon, B tomon orasidagi burchak 20, A tomon, B tomon orasidagi burchak 20. Mana bu AKE uchburchagimiz mana uchburchakka teng bo'ladi. O'xshashlik emas, tenglik alomati. Demak, bu uchburchak teng yonlimi? Bu ham teng yonli bo'lishga majbur. O'shandan mana bu tomon ham tengligini bilish mumkin B. Ya'ni mana burchak 20 gradus deylik. Xo'p, ana endi bu yerda mana bu narsani sezish qiyin emas. AED ni tashqi chizilgan aylana markazi K nuqta bo'lyapti. Chunki A uchidan, D uchidan, E uchidan bo'lgan masofalar teng. Uchidan masofalar teng bo'lishi uchun albatta tashqi chizilgan aylana markazi bo'lishi kerak. Majbur shunday bo'lishga. Xo'p, tashqi chizilgan aylana markazi bo'lgandan keyin mana bu 60 gradus mana bu vatarga tiralgan markaziy burchak. Mana bu esa ichki chizilgan burchak, uning yarmisiga teng bo'ladi. 60 ning yarmisi, ya'ni 30 gradus. 30 topildi. Bu yerda qolgan burchaklarni topish endi muammo emas. 30 gradus bo'lsa, o'z jami 80 ligidan x ning 50 gradusligini bilish mumkin shu yerda. X 50 gradus. Xo'p, 50 bo'lgandan keyin mana bu yerga 50 yozaylik. 50 bo'lgandan keyin 50 80 mana burchakni topadigan bo'lsak, bu ham 50 bo'ladi. Bundan teng yonliligi kelib chiqib, mana bu tomon ham B bo'lishligi kelib chiqadi. Bo'ldi, biz kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni o'rganib oldik. Javoblar BAD burchagini so'raganida u 50 gradus. AB ni D ga nisbatini so'rayapti. E'tibor beramiz. AB ni D ga nisbati bu ikkalasi bir xil bo'lgandan keyin javob 1 ga teng ekan. Demak, shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.